Sizmi ilgirki ümmetlerinin xabarlarini bilishga intayin qiziqsiz. Ularning hayotini bilish orqali qalbingizni xotirjam qilib, ruhingizga tasalli topasiz. Bu dinning birdan-bir Allohning haq dini ekanligiga bo'lgan ishonchingiz oshadi. Bu din Odam alayhissalom bilan boshlanib, Muhammad alayhissalom bilan oxirlashgan. Shariat xilma-xil, ibodat usuli har xil bo'lsa-mu, amaliyotda din bir dindir. Uning mohiyati o'zgarmaydi. Rabbingizning haqiqatan Allohning nazaridagi haq din islom dinidir degan so'zi buning isbot. Suyimlik payg'ambaringizning jarangliq ovozi bilan zinnatlanasiz. Uning so'ziga agishsiz va o'zingiz yashab boqmagan yiroq bir o'tmishga qaytib borasiz. Ko'rib boqmagan g'ayiblarni ko'rasiz. Suyimlik ko'z qarchuqingiz payg'ambaringiz bo'lsa, sizga mundoq deydi. İbrahim alayhissalom faqat 3 qatimni yolg'on aytgan. Uning birinchi qatimliq yolg'oni Alloh uchun bo'lgan. Birinchisi men kasal dedi. Ikkinchisi bo'lsa, ularning cho'ngi shundoq qildi. Yana biri kunlarning birida İbrahim alayhissalom Sara onamiz bilan bir zolimning yonidan o'tib ketayotganda, zolim bu yerda bir er bilan birga ketayotgan insonlarning ichidagi eng chiroyli bir ayol bor ekan deganida, zolim podshoh İbrahim alayhissalomga odam avatib, u ayolning nemisi ekanligini so'radi. İbrahim alayhissalom mening singlim dedi. İbrahim alayhissalom Sara onamizning yoniga kelib, "Ey Sara, yer yuzida sizdan va mendan boshqa mu'min yo'q. Mendan so'rganlarga sizning mening singlim ekanligingizni aytdim. Sizmi meni yolg'onchi qilmang" dedi. Zolim podshoh u ikkisiga yana odam avatdi. Sara uning yoniga kirganda, zolim podshoh uning yaqinlashishga o'rnida uning qo'li tutilib qoldi. Podshoh Saraga: "Sen Rabbingga duo qilgin. Mening qo'limni saqaytib qo'ysin. Men senga ziyon yetkazmayman" deydi. Sara Rabbiga duo qildi va zolim podshohning qo'li saqaydi. Birdamdan keyin u yana Saraga yaqinlashishga o'rnadi. Uning qo'li oldingi qatim-qadami bakrak tutilib qoldi. U darhol xizmatkorlarni chaqirib, "Sizlar menga inson emas, bir shaytonni ep kelibsizlar" deydi. Sara İbrahim alayhissalomning yoniga qaytib kelganda, İbrahim alayhissalom namoz o'qiyotdi. Sara İbrahim alayhissalomga: "Alloh meni zolim podshohning zo'migarligidan saqlab qoldi. Zolim podshoh menga Hojarni xizmatchi qilib berdi" deydi. Bu qissaning qisqacha mazmuni bo'lsa, İbrahim alayhissalomning qavmi uni yurti Iroqdan qo'g'lab chiqarib etgan vaqtda İbrahim alayhissalom ayoli Sara bilan birlikda Misrga bordi. Sara insoniyat tarixidagi eng go'zal ayol edi. Hatto Yusuf alayhissalom go'zalligini cho'ng onasi Sara radhiyallohu anhadan olgan deyiladi. Shu zamonning zolim podshohi ayollarga bak amroq edi. Ayol zotini ko'rgan hamon o'zining qibilishini o'ylaydi. U askarlarga agar chiroyli ayol ko'rib qolsalar yeniga ib kelishni buyurgan edi. Askarlari uningga Saraning go'zalligidan xabar berdi. Fir'avn İbrahim alayhissalomni chaqirib kelishga odam avatdi. İbrahim alayhissalom uning yoniga kelganda, Fir'avn uningdan Saraning kim ekanligini so'radi. İbrahim alayhissalom "Singlim" deb javob berdi. Chunki Fir'avn Saraning İbrahim alayhissalomning ayoli ekanligini bilib qolsa, İbrahim alayhissalomni o'ltirib Sarani o'zining yonida deb qolatdi. İbrahim alayhissalom va Sara Fir'avnning sarayga kirgan vaqtda Fir'avn Saraning o'zining yoniga keltirilishini buyurdi. Fir'avn Saraga qo'lini uzatmoqchi bo'lib edi, tuyuqsiz qo'li tutilib qoldi. Fir'avn Saradan İbrahim alayhissalomni qo'yib berdiganligini va o'ziga hargiz yaqinlashmaydiganligini aytib, o'zi uchun Allohga duo qilishni talab qildi. Chunki Fir'avn Saraning va İbrahim alayhissalomning Allohga ibodat qildiganligini biladi. Hazrati Sara duo qildi-da, uning qo'li saqayib qoldi. Lekin Fir'avn va'dasi turmay Hazrati Saraga qo'lini uzatmoqchi bo'lib edi, uning qo'li oldingi qatim-qadami bakrak tutilib qoldi. Fir'avn darhol xizmatkorlarini chaqirib, uning inson emas, shayton ekanligini aytdi va uni qo'yib berib, Hojarni uningga sovg'a qilib berishni buyurdi. Sara İbrahim alayhissalomning yoniga kelgan vaqtida u namoz o'qiyotdi. Sara bo'lgan ishlarni İbrahim alayhissalomga so'zlab berdi. Deyilishicha, Alloh subhanahu va taolo do'sti İbrahim alayhissalomga tasalli berish va yuz obro'yining qo'g'dalganligini bildirib,
qalbiga xotirjamlik beg'ishlash uchun Fir'avn bilan Sara o'ttirsida yuz bergan voqealiklarni uningga ko'rsatib qo'ygan ekan. Qissada kelgan yolg'onchilik u siz biz biladigan yolg'onchilik emas. Yolg'onchilik haqni botilga o'zgartirib etadigan yolg'onchilikdir. Ammo Ibrohim alayhisalom aytgan yolg'onchilik bo'lsa, u zururiyat sabablik haqni yoshirish. Ulug' islom dini reallik va alohida hayotga ega dindir. Shu sababdan islom dini yolg'on aytishga 3 o'rinda ruxsat qilgan. Masalan, musulmonning dushmanlariga yolg'on aytishga ruxsat qilgan. Ya'ni kofirlarning bir musulmon asrini tutib olib, musulmonlarning sirlarini so'rsa, deyishi mantiqiga uyg'un emas. Musulmonning ikkilarning o'ttirini yaxshilash uchun yolg'on aytishga ruxsat qilingan. Kishilarning orasiga sovuqchilik tushib qolsa, ularning orasini yaxshilash vojib. Masalan, ikki do'stingizning orasida ziddiyat yuz bersa, bir do'stingizning yeniga kelib, "Paloni sizni yaxshi ko'radi. Qilganlarga pushaymon qilibdi. Sizning haqqingizda yaxshi gaplarni qildi. Yuz bergan ishlarga bo'pti deb ayting. Burunqidek yaxshi o'tinglar." deng. Yana bir aylanga o'xshash gaplarni desangiz, bu ziddiyat oxirlashadi. Yolg'on aytganingizga gunoh bo'lmaydi. Hatto aplashtirib qo'yganingiz uchun ajrga erishsiz. Shuningdek, ulug' islom dini erning ayoliga yolg'on aytishiga va ayolining eriga yolg'on aytishiga ruxsat qilgan. Bo'libmi ahvol xatarlashganda ko'ngil ayaydigan masalalarda yolg'on aytishga ruxsat qilgan. Masalan, bir ayolga siz dunyodagi eng chiroyli ayol. Dunyoda uningdan chiroyli ayolning borligini biladi. Ayolmi biladi. Ya'ni mushuning o'xshash masalalarda yolg'on aytsa bo'ladi. Hayotda har vaqt mutlaq rost gap qilmasang bo'lmaydi deydigan ish yo'q. Ba'zi chaqlarda rost gap ko'ngilni og'ritib qo'ydigan ishlarmi bo'ladi. Ba'zida ayolining kiyib olgan kiyimini, chosh pasonni maqtishi mumkin. Atgan tomoq tetimisimi maqtishi mumkin. Mana mushularning hammasi ko'ngil ayashga kiradi. Ko'ngil ayash ibodatdir. Islomda ayolning haqqi o'xshash himoya qilindi. Saodat davrida bir ayolidan agar o'zini yaxshi ko'rsa, gapi rost bo'lsa, Alloh bilan qasam qilishni talab qildi. Ayol, sen mening Alloh bilan qasam qilishimni talab qilding. Rost gap qilmasam bo'lmaydi. Men seni yaxshi ko'rmayman, dedi. Shuning bilan heliqi ayolni Umar ibn Xattobga shikoyat qilib bordi. Umar radhiyallohu anhu heliqi ayolni chaqirtib kelib, uni nimishqa undoq deysan deb aybladi. Ayol, ey mu'minlarning amiri, sizlar meni uningga yolg'on aytqin demdila, dedi. Umar u ayolga, shundoq, uningga yolg'on aytsang bo'ladi. Seningcha hamma uy so'ygi ustiga qurilamdi. Ajiba kishilar mardonalik, mas'uliyat, majburiyat sababli uy tutmasmi? dedi. Siz hozir balkim Ibrohim alayhisalomning o'z vaqtida qilganlarining eng go'zal tadbir va chora ekanligini to'nib yetdingiz. U yulduzlarga qaradi. Ondan men haqiqatan kasal bo'lib qoldim, dedi. Ya'ni u Allohdan boshqa ilohga ibodat qilishga chiqmaslik uchun edi. Va Ibrohim, yo'q, balki ularning mono cho'ngi shunday qildi, dedi. Ularga isbot qilish uchun hamda ularga Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlarning ularga foyda ziyon yetkazmaydiganligini ko'rsatish uchun edi. Siz haqiqatni so'zlayman deb qattiq qo'lliq qilmang. Chunki kishilarning ko'nglini elishda siliq siboylik talab qilindi. Ixtilof yuz berganda siz tinchlik elchisi bo'ling. Jidallashib qolganlarning oralig'ida suxanchilik qilmang. Chunki bu o't ustiga yoqchashqanlik bo'ladi. Suxanchilar bo'lsa jannatga kirolmaydi. Go'zallik, boylik, mansab hammasi qo'g'dilishga tegishli ne'matlardir. Go'zallik uni yo'gash va egisidan boshqalarning ko'rmasligi bilan qo'g'diladi. Boylik shukr qilish va kambag'allarga berish orqali qo'g'diladi. Mansab shuningdan foydalanib kishilarga yordam qilish orqali qo'g'diladi. Kimiki iffatlik bo'lishni xohlasa, Alloh uni iffatli qiladi. Siz yo'ginishni xohlasangiz, Alloh sizni hargiz rasvo qilmaydi. Yaxshilikni talab qilsangiz, sizni yomonlikqa duchor qilmaydi. Qalbingizni va niyatingizni go'zal qilib, Allohga tavakkul qiling. Chunki barliq ishlar Allohning taqdiri bilan bo'ladi. Fir'avn qo'lini iffatlik bir ayolga uzatganlik uchun qo'li polish bo'lib qoldi. Siz Allohga yaqin bo'lingki,
Allohmi sizga yaqin bo'lsin. Kim Alloh bilan birga bo'lsa, Allohmi uning bilan birga bo'ladi. Chiroyli yuring. O'zingizni suying. Chiroyli kirimlarni qiling. Chiroyli kiyimlarni kiying. Eng xushbaroq atirlarni ishlating. Ammo bularning hammasini o'z o'rnida halol juftingizga ishlating. Bilim iling. Har xil ijozatlarni iling. Xohlasangiz tijoratchi bo'ling. Boy bo'ling. Ammo kibrlik bo'lmang. Ne'matlarga noshukrlik qilmang. Xizmatingizda muvaffaqiyatga erishib, texmi ilgirlash uchun tirishing. Ammo hargiz sizni yuqori ko'tarishga qodir bo'lgan zotning mazlumning duosi bilan sizni tushirishga qodir ekanligini unutib qolmang. Mayli siz qanchalik muvaffaqiyat qozongan bo'lishingizdan qat'iy nazar, yo'ldashingizning holidan yaxshi xabar olishni unutib qolmang. Uningga takabburlik qilib, erlik g'ururini dafsanda qilmang. Kamsitmang. Bunda qilish esilzoda ayollarning axloqiga mos kelmaydi. Siz qanchalik go'zal bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizning go'zalligingiz Hazrati Saraning go'zalligiga yetmaydi. Ana shu go'zal ayol Hazrati Ibrohimning xizmatini loyiqida qilgan. U suyimlik ayol va tajribalik ayol edi. Siz qanchalik boy bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizning boyligingiz Hazrati Xadijaning boyligiga yetmaydi. U barliq mol dunyosini yo'ldishiga tutqizib, hammaylan mol dunyosini uningga ko'p ko'rganida Hazrati Xadija melini uningga ravo ko'rgan. Kishilar uning yo'ldishini yolg'onga chiqarganda, u yo'ldishini oqlagan. Kishilar yo'ldishiga ishonmaganda, u ishongan. To'g'ri, bu sizning melingiz. Buni qanday ishiltish sizga bog'liq. Hech kim sizga aralashamaydi. Ammo bir oilada doim bu sening, bu mening deb yashash oilani vayron qiladi.